Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa mana ishlarimizni chiroyli qilib uyga egalariga topshirib oldik. Ko'rishlari mumkin. Plastik qismlari, eshiklar hamma ustanovka bo'lgan. Santexnik ishlarimizdan suv motor qo'yib berganmiz. Motor orqali suv o'tishi, oddiy bez motor suv o'tishi kranlarini ham ulab ketganmiz. Elektr korobkamiz, kulchatirlar o'rnatilgan. Qolganimiz mana pol qismlari, o'shalarni kapellari bo'lgan. Kaminamiz ustanovka bo'lgan. Kir mashinaga kran qo'yib ketganmiz, rezitka. Ko'rishlari mumkin. Oynalarimizni ustanovka qilib, chiroyli qilib mana o'rnatib berdik. Uzoqdan ko'rinishi. Ichki qismi shilika, aristonlar. Aristonni oldin olib qo'yishgan ekan. 50 talik. Yetichkalarda ham o'rnatib berganmiz. Yetichkalarda bitta klavishli kulchatirga svet bilan birga ustanovka bo'lgan. Pol qismlari, uklonlari bilan chiroyli qilib. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Eshiklarimiz ustanovka bo'ldi. Hammalaringga rahmat, kuzatib boringlar.